Wow. Wow. Skin tushirish. Hammasi har xil. To'g'ri, mana bular o'zbek, mana bular to'g'ri. Lekin ular ham boshqacha Minecraftda tushirib bo'lmaydi. Ba'zi aytgancha bizni Minecraftni tortib olaveringlar o'sha akadan. Bunaqa Minecraftda tushirib bo'lmaydi. Uning uchun bir narsalar qilish kerak yo tushirish. Xullas. Mana hammasi yangi versiya. Mana lekin mana bu Minecraftga mana bu Minecraftga ham tayyorlanishni o'rgatishim mumkin. Endi o'rgataman. Bu Playmarketga nahotki ham mana bu ilovani tortamiz. Mana ilovani tortamiz. Mana ilovani. Mana masalan Playmarketga kirib Skin World mesela mana skin bu endi bo'lsa mana boshqalarga tegmaysizlar. Minecraft skin deysizlar xohlasalar. Minecraft skin. Endi mana birinchisida turadi yoki ikkinchisida, lekin aynan mana shunisini tortishlaring kerak. Mana ular yangi versiyalarga to'g'ri keladi. Yangi versiyalarga eski o'zi hammasi ham o'zi bo'laveradi. Lekin mana uni o'rnatish ham oson, ham yangi versiyalarga ham tushaveradi, eski versiyalarga ham tushaveradi, ham oson. Mana shuni tortamiz. Mana yerda tortish bo'ladi. Men yaxshi edib qo'yganman. Zo'r skin, to'g'ri mana va tortamiz. Turamiz. Endi kutib turamiz. Bo'ldi va nihoyat internetli. Mana yerda 100 nima qildim? Mana qilyapman. Mana yerda hammasi bor. Mana yerda top 100 taligi, mana yerda bitta like bossalaring buna bo'ladi, hattoki animatsiyalarga. Tungirijim animatsiya, tungirijim deb qo'yamiz. Xullas shunaqa bo'ladi. Mana yerda internet hozir yaxshi ishlamayotgani bois hozir internet bor joyga kirib olyapti. Xullas bu yerda baribir sizlarga kerak emas. Bashakka любой skilllar, masalan K7. Masalan Ronaldo. Kutib turamiz. Bo'lsa o'zim xabar beraman, xo'p. Unchalik ham tez bo'lgani yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, K7. Wow, buni mana bunday ko'rsalaring ham bo'ladi. K7 animatsiyalar buni. K7 bir narsa. Xohlasalar Real Madridga ham yaxshilab qarasalaring boshqachalarini ham topasizlar. Shunaqa. Kutamiz. Mana K7 kellar Real Madriddagini, mana Real Madriddagi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mana shuni tanlaymiz endi. Kutamiz. Ha mana bo'ldi, mana K7. Shak. Bir bo'lsa kerak. Xo'sh, mana K7. Talib. Bo'l. Kirsam o'zim aytaman. Mana shuni bosishingiz kerak. Bo'ldi, endi bo'lsa mana yerda bosamiz. Va kiradi va skachatni bosasizlar va galereya. Va reklama chiqadi har doimgidek. Ya'ni ko'ramiz. Albatta tortib ko'ring. 100% men sizlarga maslahat beraman.
mana hamma 5 ballik kodlari zo'r darsa play marketni sotgan narsalar mana bunaqa qilgan narsalardan mana hamma narsa bor, hamma narsani biladi, gaplashadi. Ko'rdilari. Endi keyingisi bo'lsa mana shunaqa yozuv chiqadi, keyin mayli, keyin ketasizlar-da, keyin masalan mana bu Minecraftga kiramiz. Kutamiz, har doimgidek jucha va mana har doim mana xo'pda. Kutamiz har doimgidek subscribe obuna bo'ling. Bu Minecraftni yaratgan odam o'zbek bo'lgan ham, lekin o'zbeklardan shunaqa narsa kutish. Endi mana shuni kirishimizni kutish kerak. Juda ko'p to'g'rash kerak. Juda ko'p soat kutamiz. Judayam ko'p soat kutamiz. Judayam ko'p soat mana bo'ladi. Endi kirsangchi. Qirqib tasha olmayman. Hozir. Nihoyat bo'ldi. Endi bo'lsa manetda o'zi yo'q bo'lishi kerak. Manetda o'zi hechnima yo'q bo'lishi kerak, lekin biz manetga kiramiz. Keyin bo'lsa manetda o'zi ashaqa g'alat tushgan bo'ladi. Bitta o'zi men skilllarim, keyin bitta ustiga bosasizlar. Keyin sizlar qaranglar. Bitta Alex ya'ni qiz bola, Steve o'g'il bola. Ham buni farqini ko'rib turibsizlar. Qo'llarini qaranglar. Qo'llarini ko'ryapsizlarmi? Qo'llari bilan manetani qaranglar. Bunisi kachkaroq, bunisi botlar. O'shaning uchun biz Steve deb tanlaymiz. Va bunga endi nomini bersalar ham bo'laveradi. Xohlasalaring masalan Cristiano Ronaldo. Joy yetmadi. Bundan ko'ra eng osoni qaranglar. Yetdi, mana zo'r bo'ldi. Va endi qarab ko'ramiz. O'xshadimikan, yo'qmikan? O'xshadimikan? Va bu albatta o'xshaydi-da. Men ko'rayotdim mana so'zarsa. Video shu joyda nihoyasiga yetdi. Mana kanalimizga mana buni bosib qarab turinglar. Hop. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosing. Unda